tillaga keladigan bo'lsak 26 avgust bizada H1da divergensiya degani bu pastga qarab yurishimiz kerak degani. Divergensiyamizning отработкасы qachon boshlanadi? Fiboni tortadigan bo'lsak, mana bu impulsga 38.2, to есть 4602 ni bizadigan bo'lsa, sell stop qo'yganmiz. Sell stopga yarasha trailing stop qo'yganmiz, to есть sell stop ochilib ketadigan bo'lsa, ketidan bizani stopimizni foydada qo'yilib, foydada yopiladi. To есть trailing stopi 500 punkt qilganman. To есть mana bu yerga har doim kompyuterdan savdo qiladigan bo'lsanglar, sizlar trailing stop qo'ya olasizlar. Trailing stopni qanaqa qo'yishni hozir ko'rsatib qo'yaman. Mana trailing stop, mana zadat уровень o'zi bergan, zadat уровень menda 500 turibdi. 500 ga qo'yib qo'yasizlar, stop o'zi qo'yadi, stop o'zi surib boradi va foydada stop yopiladi. Undan da tashqari buy zonalarimizda mana 61-76 zonaga kelyapti. Divergensiya ishlashini kutamiz. Sell stopimiz shu yerda turadi. Trailing stop bilan. Chunki bozorni ko'ryapsizlar, manipulyativ yuribdi, chunki bu yoz, oy oxiri. Endi divergensiya atmen bo'lib ketishi, mana bu yerda flatga yurib ketsak va flatda yurib impuls bilan bu yoqni bizib qotadigan bo'lsak, все bo'ldi. Dalishi buy, bu divergensiya unutiladi, divergensiya atmen bo'lib ketadi. Hozircha atmen bo'lmadi, mana 2 kundan beri yuribdi, lekin отработкасы hali ham boshlamadi. To есть bizani aldab yuribdi. Ketyapti. Mana bu yerda bir marta keldi, hozir ikkinchi marta kelib qayta oladimi degan savol bor. Menimcha qayta olmasa kerak, chunki mana bu yerda zona поддержка bor va pastga ketadi. Agar bundan da to'liqroq tasdiqlar yoki signallar yoki kirish nuqtalarini olmoqchi bo'lsanglar, bepul Telegram kanalimizga o'tib olinglar.